Gumun ayisining Kelyan yezisi toki 20-asrning o'ttirlargacha dunyoga mashhur qadimiy karvon yo'li Ladakh yo'lidagi muhim bir o'tkal bo'lib, necha asrdan buyon diyorimiz bilan dunyoni tutashtirgan har xil bodi keldilarga guvohchi bo'lib keldi. Bu yezdagi xalq san'atkorlari o'zining xos madaniyat an'anasiga avlodma-avlod varislik qildi. Bu xil an'ana Kelyan mashrifi deb atalgan mahallaviy universal san'at faoliyatida bir qadar markazlik oldi izchillashib qoldi. 20-asrning boshlarida Gumun ayisining Qo'shtog' yezisida o'tgan shoir va xattot Ismoil Hojimning dalolati bilan Uyg'ur klassik adabiyotining eng oxirgi buyuk namoyandalaridan biri olim, atoqli shoir va mohir tyut Husaynxon Tajalli Qog'liqdan Kelyanga kelib bir mezgil turgan hamda bu ikki adibning yaqin munosabati toki Tajalli vafot bo'lguncha davomlashgan. Bu qitim ratlab suratga ilingan Kelyan mashrifi ana shu Ismoil Hojimning Tajallining sharifiga o'tkazgan bir qitimliq oila mashrifini prototip qilish asosida ishlandi. Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar. Bugun men Ismoil Hoji, hurmatli ustozim Tajalli hazratlarining Kelyan diyoriga yani mehmon bo'lib kelgan sharifiga atab bu mashrabni tuzdim. Peqirning g'ojidori Aminjon mening o'rnimda har qaysilarining xizmatlarini qiladi. Assalomu alaykum hazratim. Va alaykum assalom. Peqir xizmatlarga tayyor hozir. Xo'sh qani. Qani, nag'bichira, nag'bi boshladik. Bulutlu hes bilen könlüm gam bilen hergiz kirilmeydi. Urup feryadı men çeksem kabir diyem vay kabirden avaz gelmeydi. Aya derdim bir ülep tügeydiğen alem.
rahmat. Ana. Rahmat. Gel baksa. Köp tavada tonunuz, namaz şanda yolunuz, acep qarab ketdiniz, kimdeydi ko'ngliniz? Alma attım, talgı düştü, talını açkanda çıkar. Otları yürekli düştü, kuyup içkende çıkar. Su boyaq siriq kelur, qum yaqsı teriq kelur. İki yer tutqan kişinin chiroyi qara kelur. Qinamsi marhamat. Vay sarğan, vay sarğan, mana bayının bağıda. Vay sarğan, mana bayının bağıda. Vay sarğan, bayının kızı mecidi. Vay sarğan, eyni mana koyunun yağıda. Vay sarğan, eyni mana koyunun yağıda. Vay sarğan, sayvağdaki sarğan. Vay sarğan, saçım yine üsmeydi. Vay sarğan, saçım yine üsmeydi. Vay sarğan, gülmaysan tanımaysan. Vay sarğan, saçım şuna üsmeydi. Vay sarğan, saçım şuna üsmeydi. Vay sarğan, deryanın bu kapıda. Vay sarğan, bir de patlan bulattı. Vay sarğan, bir de patlan bulattı. Vay sarğan, uzma koygan aşkınım. Vay sarğan, bekmur çakkan bulattı. Vay sarğan, bekmur çakkan bulattı. Vay sarğan, yanım uyuy ceynekte. Vay sarğan, hasbim yani söymekte. Vay sarğan, hasbim yani söymekte. Vay sarğan, yargı seni damlaydı. Vay sarğan, halak bassın eynekke. Vay sarğan, halak bassın eynekke. Vay sarğan, usma koydum ben neyse. Vay sarğan, usma koygunun yalgan. Vay sarğan, usma koygunun yalgan. Vay sarğan, sana köydüm ben neysen. Vay sarğan, bana köygünün yalgan. Vay sarğan, bana köygünün yalgan. Vay sarğan, usma koydum kaşınge. Vay sarğan, yilim çaktım başınge. Vay sarğan, yilim çaktım başınge. Vay sarğan, her dizini tamamla. Vay sarğan, emdikilersem kaşınge. Vay sarğan, emdikilersem kaşınge. Vay sarğan, emdikilersem kaşınge. Vay sarğan, vay sarğan. Handa Osman yaştı ha? Yaştı. Handa Osman yarıştı mı? Osman yarıştı. Arımız bilan dunyoni tutashtirgan har xil bodikaldilarga guvohchi bo'lib keldi. Bu yezdagi xalq san'atkorlari o'zining xos madaniyat an'anasiga avlodma-avlod varislik qildi. Bu xil an'ana Kilyang mashrifi deb atalgan mahallaviy universal san'at faoliyatida bir qadar markazlik holda izchillashibmoqda. 20-asrning boshlarida Bumin oyisining Qo'shtog' yezisida o'tgan shoir va xattot Ismoil hojimning dalolati bilan Uyg'ur Bu mashrabni tuzdim. Peqirning g'ojidori Aminjon mening o'rnimda har qaysilarining xizmatlarini qiladi. Assalomu alaykum, hazratim. Aleyküm selam.
Faqir xizmatlarga tayyor, hojim. Xo'sh qani. Qani, nag'machilar, nag'ma boshladigan. Klassik adabiyatining eng oxirgi buyuk namoyandalaridan biri olim, ataqliq shoir va mahir tyup Husaynxon Tajalli qog'iliqdan Kilyonga kelib bir mezgil turgan hamda bu ikki adibning yaqin munosabati toki Tajalli vafot bo'lguncha davomlashgan. Bu qitim ratlab suratga ilingan Kilyon mashrifi ana shu İsmail hojimning Tajallining sharifiga o'tkazgan bir qitimliq oila mashrifini prototip qilish asosida ishladi. Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar. Bugun men İsmail hoji, hurmatli ustozim Tajalli hazratlarining Kilyon diyoriga, ya'ni mehmon bo'lib kelgan sharifiga atab Tuman ayisining Kilyon yezisi toki 20-asrning o'rtalargacha dunyoga mashhur qadimiy karvon yo'li Ladakh yo'liga muhim bir o'tkal bo'lib, necha asrdan buyon